Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum gazabli ishqibozlari. Mana bugun sexdan video qilishni boshladik. Hamma yoq qor. Hop, bizda birinchi qor, xudo xolasa. Gazablolar mana zaxirada bor. Kimga nechta zaril bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni tushuntirib o'tsak, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. Shunda Zarkan ko'ridan kirganda razmerlar hamma yoq idealni, mana 5 qator terilgan. Tepasida hech qanaqa o'ynamagan, agar razmer chatoq bo'lsa o'ynab ketadi paddonda. Ko'ryapsizlar? Razmer hamma yoq idealni. Bugungi chiqqanlar bilan mana почти 80-90% qurib chiqyapti. Bu yoqda mana salafanda yopib qo'yilgan bular. Tayyor holatda. Narxlariga keladigan bo'lsa 17.000 so'm narxi, 20-30-60, ob'yomga qarab yana kelishadigan joylari bor. Xo'p, markasini tushuntirib o'tsak, markasi 600 markada. Har bitta 24 ta blokka 250 kilo sement qo'shiladi, 270 kilo qum qo'shiladi. Shunda har bittasi uchun 10,5 kilodan sement to'g'ri keladi. Yasin sementlarda quyilyapti. Yasin 450 plus marka sementlar. Hop, bu yoqda polistroblolar po'klari. Mana seximizga o'tdik. Bu yoqda ham shu paddonlarga terib, karalar olib chiqiladi. Mana holatlarini ko'rib turibsizlar. Xullas hammasi idealni. Ustali qurib chiqma. Holatlari, burchaklari ham chotki, idealni chiqadi, xudo xolasa. Qattoliklariga o'ta ham gap yo'q. Xo'p, anchadan beri bir oychadan beri sexga kelganim yo'q edi. Sifat yanada oshibdi. Nimagaki sushilkadan chiqqanlari sal ezilardi. Hozir kerak bo'lsa qo'lda kesib o'raman deyapti burchaklari. Bir oycha boshqa yoqda bo'ldi safarda, shuning uchun kelib olmadik. Videolar ham shuning uchun to'xtab qolgan. Endi dolas kunora video qo'yib boramiz. Holatlari. Hop. Gazablolar 2 bosqichli sushilkalarda quyiladi. Mana parda chiqayotgan ko'rayotgan bo'lsalar ham bugun ertalabcha ishlab qaytishgan, dam olishibdi bugun. Lekin para hali ham chiqyapti. Bugun nimagaki bugun blok kirgani yo'q. Sushilkaga. Bu yoqda kesiladigan apparatlari, avtomat reskasi, tikkasi kesilgan. Undan keyin bu yoqda yonga kesib beradi. Ko'rayotgan bo'lsalaring, parlar chiqyapti yonlaridan. Xudo xolasa graduslar chotki. Hop, bunda birinchi sushilkada kesilishgacha bo'lgan jarayonni quritib beradi, 4 soatlik. Gradus 40-45 bo'ladi. Nariginiki 15-16 soatlik bo'ladi. Qish tayyor bo'lib chiqib ketaveradi kesilib bo'lgandan keyin. Uni gradusi 70 gacha chiqadi. Yani Alloh alam. Kelib bemalol ko'rishingiz mumkin. Gazablolar o'ta ham tiniq holatda chiqyapti. Mana ular sol uchun kecha quyilgan. Taraklar yotibdi. Burchaklari. Faychalarni ham ko'rayotgan bo'lsalaring,
dum-dumaloq mayda-mayda. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yinglar. Bu ham mustahkamligini ancha oshiradi. Mayda bo'lishi kerak, dumaloqligi soqqadaqa dum-dumaloq bo'lishi kerak. Xo'p, shunaqa gaplar. Narxlarini aytib o'tdi, 17 ming so'mdan aviomga qarab kelishilinadi. Dastavkalar ham duolasi kelishilgan holda yetkazib beramiz. Xo'p, narxlarda ba'zi bir joylardan qimmat bo'lishi mumkin. Gazabloyda sifatiga ham bitta qarab qo'yasizlar. Chunki tovuqxona yoki katak qurganlar yo'q, o'zlaring yashagani uy quryapsizlar. Shuni hisobidan misol 2000 ta olsalar ham 500 so'mdan ranjsa qilsa, 1 million so'm, 2 million so'm ranjsa qiladi. U kerak bo'lsa ustalarda abitidan ham chiqib ketadigan narsa. Shuni bitta hisobga olib, hisoblab keyin kelib ko'rib, sifatini solishtirib olsalaring maqsadga muvofiq bo'ladi, o'zlaringga ham qulay bo'ladi. Uylaring issiq, baquvvat, haqiqiy gazabloydan quriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.